Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrdon obunachilarimiz. Salom, restoratsiya ijodlarini video obzor qilishda davom etamiz akalar. 80 ga 84 burchak reduktorli ijodida akamiz uylariga olib kelib o'rnatdik. Hozir aka chiqarib ko'rsatib o'tilyapti. Bu apparat sotildi. Hozir mana shuni o'zlariga ko'rsatib sinov jarayonidamiz akalar mana. Beda pris chiqarib ko'rsatib o'tilyapti. Ikkita pichoqda 224 ta. Apparatni o'zi universalniy folo quruqli bo'yashakda chiqarib beraveradi akalar. Ust qappog'ini olib qo'ydik mana. Xohlovchilar ustini yopib chiqarib ishlatsa ham bo'laveradi. Apparat o'zining ko'rinishi mana shunaqa akalar. Adresimiz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, rossiyskiy apparatlardan xudo xolis top tayyorlab berilaveradi akalar. Zapchastlari kerak bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar akalar. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Kanalga obuna bo'l, like tugmachasini bosib qo'yasizlar.